Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Rossiyada ishlab yurgan musofirlar, agar hujjatlaring bo'lmasa, sizlarga yangi yilgacha O'zbekistonga chiqib ketishni maslahat beraman. Chunki Kun.uz rasmiy kanalida ham chiqdi. Agar sizning hujjatingiz bo'lmasa, 1-yanvardan boshlab qattiq reydlar ketadi. Xo'p, bular hozir nima bilan ugrajat qilyapti? 3 yillik qamoq bilan. Agar hujjatingiz bo'lmasa, 3 yilgacha qamalib ketishingiz mumkin. Mana shu Kun.uz rasmiy kanaliga kirib o'sha ma'lumotni olishinglar mumkin. Bu videoni nimaga chiqaryapman? Bu hazil narsa emas. Mana shu Hindistondan ishchi kuchi ham olib kelyapti. Bu hammasi bekorga emas, ehtiyot bo'lasizlar. Bular pramoy shunchaki ayta olmayapti-da. Davay bo'ldi, davay yig'ishtir chamadonlaringni uyga hammang deya olmayapti. O'shaning uchun hujjati yo'qlarga yangi yilgacha chiqib ketishni maslahat beraman. Ehtiyot bo'lasizlar. 12 dekabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin va O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkmanistonning Ashxobod shahrida betaraflikning 30 yilligi forumi boshlanishidan avval oyoqda tik turib suhbatlashdi. Bu haqda RIA Novosti xabar berdi. Liderlar suhbatni forum delegatsiyalari rahbarlari ishtirokidagi birgalikdagi suratga tushish marosimidan keyin boshlangan. Rossiya va O'zbekiston prezidentlari majlislar zali tomon yo'l olar ekan, qisqa suhbatlashib, bir-birlarini quchoqlashib qo'ygan. O'zbekistonlik migrantlar Sankt-Peterburgda bepul yuridik yordam olishi mumkin. Ushbu yordamni O'zbekistonning qo'shnisi Qirg'iziston fuqarolari ham olishi mumkinligi aytilgan. Bu bo'yicha O'zbekiston Migratsiya agentligi va Qirg'izistonning Sankt-Peterburgdagi bosh konsulligi va Sankt-Peterburg advokatlar uyushmasi o'rtasida kelishuvga erishilgan. Shuningdek, mehnat migrantlarining huquqiga aloqador masalalar bo'yicha bepul ma'ruza va seminarlar o'tkazish, ma'lumotnoma, tahliliy va uslubiy materiallar almashish belgilangan. Rossiyaga farzandi bilan kelayotgan xorijliklar uchun ma'lumot. Rossiya Ichki ishlar migratsiya xizmati bolalarga ham registratsiya qilish va uni uzaytirish shartlarini eslatmoqda. Xorijlik o'zining mehnat patenti asosida farzandining registratsiyasini uzaytirib olishi mumkin. Agar xorijlikning Rossiyada bo'lish asosi bo'lmasa va bolasiga ham hujjat qilib bera olmasa, u mamlakatni tark etishi shart. Xorijliklar reyestrga tushib qolganida bolalarni bog'cha va maktablarga joylashtira olmaydi. Hujjatsiz bolalar ham reyestrga kiritilishi mumkin. Bolalari ta'lim muassasalariga qatnamaydigan ota-onalar fuqaroligidan qat'iy nazar majburiy qoidabuzarliklar sodir etadi. O'z majburiyatlarini qo'pol buzganlarning Rossiyada bo'lishi nomaqbul deb topilishi va ularga kirishga bir umrlik taqiq qo'yilishi mumkin. 2026 yil 28-yanvardan boshlab Rossiya Ichki ishlar vazirligi va Maorif vazirligi migrantlar bolalari to'g'risidagi ma'lumotlar bilan o'zaro almashishni boshlaydi. O'zbekiston Rossiyadan makaron sotib olishni oshirdi. Rossiya makaron mahsulotlari eksportini 2025-yilning dastlabki 9 oyida 21% ga oshirdi. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi eksport mahsulotlarini rivojlantirish federal xizmati ma'lum qildi. Qayd etilishicha, ushbu davrda Rossiya 154 million dollarlik makaron mahsulotlarini tashqi bozorlarga yetkazib bergan. Eksportning asosiy ulushi an'anaviy tarzda qo'shni davlatlarga to'g'ri keladi. Belarus 35% lik ulush bilan yetakchilik qilmoqda. Yil boshidan buyon ushbu mamlakatga 54 million dollarlik mahsulot jo'natilgan. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 43% ga ko'p. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbekiston 2024-yilda Rossiyadan 34 million dollar qarz olgani haqida aytilgan edi.
Rossiyaning aloqa, axborot texnologiyalari va ommaviy kommunikatsiyalarni nazorat qilish bo'yicha federal xizmati Roskomnadzor WhatsApp messenjeri mamlakatda butunlay taqiqlanishi mumkinligini ma'lum qildi. Agar messenjer Rossiya qonunchiligi talablarini bajarishdan bosh tortishda davom ettirsa, butunlay bloklanadi, deyiladi Roskomnadzor bayonotida.